ikkita quloqni berdi. Agar bitta bo'lganda nima bo'lardi? Ana aytdik, bitta quloqingiz ishlamasa, ovoz qayerdan kelayotganini ajrata olmaysiz. Insonga miyani berdi va uni shunday bir joyga joyladiki, insonni jasadida eng mustahkam himoya qilingan joy mana shu miyani joyi. Eng mustahkam qo'rg'on mana shu miyani qo'rg'oni bo'ladi. Alloh taolo yana nimani berdi? Chiroyli qilib soch soqolni berdi. Uni go'zalligi nima deydi? Og'riq sezmasligida sochingizni. Aytdik, agar xuddi qo'lingizni yoki bo'lmasam qorningizga biror tiq tegizsa, og'rigandek, sochingizga ham tiq tegizsa, og'riydigan bo'lganda nima bo'lar edi? Allazi ahsana kulla shay'in xalaqahu. U barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zotdir. Ko'zimizni olaylik, birodarlar. Jasadimizning hamma a'zosi sovuqni his qiladi, magar ko'z his qilmaydi. Agar ko'zingiz ham soqotadigan bo'lganda nima bo'lar edi?